Ha, o'rta 18 ga ham to'ldiga. Voy, meni bitta tanishim bor. 2 kilo osh qilib berasan, pravani olib berishadi. Menga hozir pravani kerak-ku. Imtihonga kirasan, 9 ta savolni kompyuter o'zi belgilaydi, bittasini tavakkal qilasan, pravani olib berishadi. Mana tog'am katta joyda ishlaydi. Libbo payt pravani olaveraman. Uf, 9-marta imtihondan yiqib chiqishim. O'zim shu paytda olsam ularga tog'am yordam bera olmayapti. Endi qanaqa olaman pravani? Aka, sigaretingiz yo'qmi? Ha, aka, siz imtihondan yiqildingizmi? 5-marta yiqilishim. 2 yildan beri prava ololmayapman. Ishga kirishda bunaqa qiynalmaganman, aka. Jon, imtihondan o'tdim. Endi prava olaman. Endi mashinani sal haydaysan. Menga prava kerak emas. Ketdik. Demak, pravasi bor qizga uylansam, muammo hal bo'lar ekan. Meni qiziqishlarim juda ham ko'p. Kitob o'qishga qiziqaman, gullarga qiziqaman, hayitgancha dunyo kezishga qiziqaman. To'xtab turing buni. Praviz bormi yo'qmi? Shundan gapiring menga. Pravam yo'q? Praviz bo'lmasa nima qilaman? Sizga uylanib, bo'pti, xayri. G'alatimi bu? Uka, O'zi nimaga osh beryapsiz? aka, pravani nazaringizdan o'tib chiqdim o'zi. Zo'rg'a shunga osh beryapman. Hali amaliysi bor. Ha, shunaqami? Ha, o'zingiz qachon pravo olgansiz? Ha, 15 yil oldin 2 kilo oshdan berganman, pravani berib yuborishgan.